Barchaga salom do'stlar. Ko'pdan beri video joylamayotgan edim. Hozirgi videomizda top 20 ta kanal to'g'risida gaplashamiz. U 20 ta kanal umuman internet olami uchun siz agar internet sohasiga qiziqsangiz, o'zingiz o'sha qo'llab turib, o'zingiz shu ishlarni bajarmoqchi bo'lsangiz, umuman tushuncha hosil qilish uchun yokida sizda tushuncha bor, lekin undan ham katta ba'zi olishingiz uchun umuman oldingi eski ma'lumotlaringizni yangilab olib yokida bilmagan narsangizni bilib olib, qanaqadir miyangizda stereotiplar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni yo'qotadigan kanallarni ko'rib chiqamiz. Qisqasi, bu kanallarni o'zim o'sha ayrim videolarni ko'rib, ko'p videolarni ko'rmay, o'zim yoqtirgan va lekin ayrimlarini bir-ikkitalarini foydalanmaganlarimni ham qo'shib ketganman. O'shani ichiga top 20 ta kanal bo'lib ketadi. Har bittasi to'g'risida birma-bir gaplashib chiqamiz. Nima o'tdi bo'ladi, nima ko'rsatishadi sizga, o'shalarni gaplashib o'tamiz va bu kanallarga siz obuna bo'lib turib, juda ham ko'p bilim olsangiz bo'ladi. Qani videoni boshladik. Xo'sh. Avvalambor men naushniklarni taqib olaman, чтобы ham sizga tushuntirib, ham kanalda ayrim videolarni ko'rsatib, o'zi umuman qanaqa kanallar ekanligini bilib olishingiz uchun. Kanalimizning nomi Papajan USA, ya'ni bu yerda qozog'istonlik akamiz o'zlarini Amerikadagi ishlarini vlog sifatida olib borganlar. Bu yerda kablish misol uchun qancha pul topadi, misol uchun mana bu yerda misol uchun birinchi videolarga kiramiz. Салам, сегодня мы на первом тикете. Задача у нас прокинуть fiber cable drop через две трубы. Xo'p. Вот это первая труба, точнее. Ya'ni bu yerda o'sha fiber kabelni o'tganlari bu, ya'ni optika bizdagi optika kabellar qanaqa turib birinchi A точкадан B точкаga tashlashni hozir ko'rsatyaptilar. Труба идет отсюда от билдинга. Building bu o'sha xonadon. Если как бы работаю в таких триплексах или форплекс. Вот это первая труба. mana bu ko'k narsa o'sha shompol bilan tashlayaptilar. O'zi umuman ishlariga qaraydigan bo'lsangiz, bular o'sha internetda o'sha kabelshik bo'lib turib ishlarini ko'rsatadilar. Xo'p. Misol uchun voloknoni svarka qilganlari, ya'ni biz optik tola bilan ishlaganimizda kabellar svarka qilinadi. Всем салам. Сегодня Zaявkalar yopiladi. Xo'sh, mana shu ulanish joyi, ulanish jarayoni. все, нашли номер дома, подходящий к нему fiber strand. Misol mana har bitta o'sha xonadonga ketayotgan voloknoni razvarka qilyaptilar. Shu xonadonga kiradi bu, keyin shu orqali signal boradi va shu orqali internet ishlatishadi xonadondagilar. Mana bu lestnitsa bilan ishlaganlari. O'zi umuman qisqasi bu yerda to'lib toshayotgan vlog, bu vlog orqali siz umuman ish jarayoni qanaqa bo'ladi, zaявkalar nima, brigadir bilan, ya'ni ularda brigadir как merchandiser shu orqali ishlash va umuman internetga kirib kelishingiz uchun yengil takoy kanal. Bundan agar boshlaydigan bo'lsangiz, ish jarayonini ko'rib olasiz, keyin ichki tuzilmalariga kirib ketamiz. Ya'ni ichki tuzilmalari deganimda Power Card Animation Video. Bu yerda bu kanal ingliz tilida, lekin foydasi juda ham katta. Buni ingliz tilidan rus tiliga o'girib turib, Yandex orqali ko'rsangiz bo'ladi. Shunday kanallar berib qolaman. Va Yandexga kirasiz.
Yandexda shu kanalni topasiz va misol uchun mana Всем привет! В этом shu видео мы поговорим об ARP anaqani yoqib спуфинге. qo'ysangiz, Итак, первое, что o'zlari нам ham нужно bu обсудить. videoda avtodublyaj qilingan, dublyaj qilinmagan videolar bo'lishligi mumkin. Shu dublyaj qilinmagan videolar Всем привет! В этом видео мы поговорим о стандарте беспроводной связи Xo'sh. 800. oldin unaqa emas edi. Hozir kirib mana ancha yengillashtirishibdi YouTube. Bizani ingliz tilidan rus tiliga shu dublyajni avtomatik tarzda qilib qo'yishi va rus tilini ingliz tiliga avtomatik qilib qo'yib, bu bilan agarda rus tilini ba'zi ya'ni tushunsangiz, ba'zidan sal yuqoriroq tushunishingiz kerak. Mana shu terminlar bo'lsa, uni через internet qarab turib ko'rib bilsangiz bo'ladi. Va bu yerda ingliz tilida misol uchun yozib o'ziga kerakli mavzularni o'sha orqali o'rganib olsangiz bo'ladi. Misol uchun uni komandalar kompyuterda qanaqa teriladi, har xil instrumentlar nima vazifani bajaradi, bu yerda o'sha kabel portlari, umuman kabellar xilma-xilligi, bitta platani ham tushuntiribdilar va ping qanaqa tekshiriladi, ping komandasi, mesh sistema, Wi-Fi объясню, что лучше Google Wi-Fi. Hop. Qisqasi bu yerda ikki narsagacha animatsiya qilingan holatda, mana bunaqa holatda receives the request from your computer and the proxy Tushuntirib server will beryaptilar. directly retrieve the web page Hop. Shundoq kirasiz. Короче, buni agar polni ko'rib chiqib, qiziqib, o'rganib, o'zingiz o'sha ko'radigan bo'lsangiz, o'zingiz hayotingizda umuman foydalanib ishlatadigan bo'lsangiz, umuman ishingizda agar internet sohasida ishlab turib ishlatadigan bo'lsangiz, вообще katta уровеньga chiqib ketasiz. Короче, bomba kanal. Hop. 3-kanalimizni Merion Academy. Bu yerda ham o'sha mavzularni topsangiz bo'ladi. Bu yerda ko'pincha, ya'ni ko'p videolar IT ga moslashgan. Umuman agar IT sferasini o'rganib ketaman deydigan bo'lsangiz, bu ham zo'r kanal. Bunda ko'p videolar tomosha qilganman o'zim boshlang'ich. Xo'sh, bizda 4-kanalimiz. Ultimate Tech Hub. Bu yerda ham qanday qilib rozetka objat qilinadi, qanday qilib hozir router настройкасы, или ikkita router bitta tarmoqda ishlashi, web kamera ulash, kabel qanaqa tashaladi, umuman o'sha internetga doir mavzular. Bu yerda bir marta faqat ko'rgan edim video obzor. O'shandan beri kanalga yoqib qo'ygan, obuna bo'lib qo'yganman. Va mana bunaqa mana shu videoni ko'rgan edim. Mesh sistema to'g'risida o'sha aytib bergan edilar. Va bu yerda o'sha har xil mana Wi-Fi 6, 6E va 7 ni farqi, ya'ni o'sha pokoleniya o'tib ketib qanaqa o'sha farqlar bo'ldi, shu to'g'risida tushuntirib berilgan videoda. Hop, keyingi kanalimiz Techna Zone. Ya'ni bu yerda biz o'sha internet bilan ishlaganimiz bilan, lekin bizdan o'sha ko'pchilik so'raydi, smart boximizni настройка qilib bering, smart TV'mizni настройка qilib bering, nimani taklif qilasiz, nima olish kerak, qanaqa sozlanadi. Shu mavzularda juda ham ko'p videolar ishlangan shu kanalda. Rus tilida shularni tomosha qilib turib, o'zingizni umuman smart box mavzusi bo'yicha, smart TV mavzusi bo'yicha routerlar olingan, uning ichida barchasini o'sha tushuntirib berganlar, qanaqa настройка qilinadi, Wi-Fi nimaga ishlamayapti, smart box TVda nima farqi bor ani TV box bilan, chisti Android va smart TV va o'sha
o'sha televizordagi Smart TV va box bilan nima farqi bor? Bular albatta eski videolar, hozirgi yangilari umuman o'sha boshqa mavzularda. Hop, top 5 ta Smart Box, top box bilan kartinka через. Hop, bu yerda ham juda ham ko'p, mana 220 mingtadan oshiq, 2200 tadan oshiq video bor. Shu videolarni sekin-sekin bitta-bitta ko'rib, o'zingizni bilimingizni orttirib boraverasiz. Hop, 4-chi Linux Tech Tips. Bu kanalimiz ingliz tilida, через Yandex перевод bilan ko'rsangiz bo'ladi. Hop, bu yerda menga umuman mana ko'rib turibsiz prevyulardan, что texnologiyaga doir. Hop, mana router, kamdir mana yig'ilyapti. Hop, bu yerda ham o'zingizga kerakli bo'lgan mavzuda menimcha videolar topasiz. O'shalarni ko'rib, o'zingizni bilimingizni oshirib olsangiz bo'ladi. Videolar bu yerda o'sha qiziqarli, tushuntirib, boshlovchimiz juda ham qiziqarli, kulgili, yumor bilan tushuntirib boradi. Buni o'sha bitta videosini ko'rgan edim. U yerda o'sha katta bino bo'ladi. Katta binodan bular Did you know kabel that on Facebook and tashishadi. Twitter, about a quarter of the posts you see are ads? I'm serious. Go. Kabel tashishadi, o'sha optik kabel tashishadi. Nechadir gigabit или 1 gigadan oshiq shu kabel bo'ladi. Или 10 ida, yukida 1 ida. Xudo 10 bo'lsa kerak, o'sha 10 gigabit bularga kerak bo'ladi. O'sha serverniga ulash uchun bular katta zdaniyadan, bitta A точкадagi katta zdaniyadan B точкадagi katta zdaniyaga kabel o'tkazilgan, ya'ni yoki tortish kerak bo'lishadi. Birinchi qidirishadi uni, kabelni topisha olmagandan keyin kabel tortish kerak bo'ladimi? Shu to'g'risida video edi, o'shanga qiziqib qolib, shunga obuna bo'lib qo'ygan edim. Olsangiz bo'ladi. Bizning 7-kanalimiz bu NetWin82. Bu akamiz hop, Wi-Fi parolni bilish, Wi-Fi o'sha через SMD Wi-Fi orqali ko'rish. Hop, mobil telefonda parolni o'zgartirish, tendani настройка qilish. Umuman настройка deysizmi? Mana bu yerda fast connector taqilgan. 6 yil oldin 3 minut prosmotr bo'libdi. Misol uchun qanaqa browser zabiti paroli Windows o'shalar o'rgatilgan. Mana tenda настройка qilinyapti, router настройка qilinyapti. Umuman o'zingiz mana bu yerda optika ulangan, через optika и to'g'ri, главный kabel Ethernet ekan, WAN kiryapti, и через LAN mana оптический routeri как усилитель qilishyapti. Buni ham o'rgatgan ekan. Mana bu yerda router как накопитель qilgan. AX NAS HDD накопитель qilgan. Mana bu yerda labeling-ga TP-Link ulagan. Или teskarisi. TP-Link настройкасы маршрутизатор Cisco-ni DHCP-da, PPI-da va NAT anaqasida настройка qilish. Juda ham ko'p mavzular, juda ko'p. Agarda bu yerdagi videolarni bitta ko'rib o'rganib oladigan bo'lsangiz, o'zingiz настройка qilasiz. Qo'shningiz bo'lsa, qo'shningizga ham настройка qilib beradi. Muhimi o'sha IP adresni tushunish, provider tushunish, qaysi IP adreslarga. Ko'pincha holatda bu dinamический bilan PPI bo'ladi. O'shalarni bilib olsangiz bo'lgani va IPlar bilan ishlash. Men shu настройкаларga kirib so'zlashda через IP kiramiz. Shu IPlarni bilsangiz bo'ldi. Xo'p, Technologics bu yerda ko'pincha men kamera uchun nima qilgan edim. Bu kanalda ulamagan edim. Kamera mavzusi qiziq bo'lganligi uchun va o'shandan beri ko'rmayman. To'g'risi. Xo'p, bu yerda mana Hikvision kamerasini shu ulash, switchga shu настройка qilish bahoda shuni tushuntirib berganlar. Xo'p,
Shuni через kompyuter, через telefon ko'rish. Qisqasi o'zingizga bitta kerakli mavzuni olasiz, shu mavzuni Yandexga kirib, russkiy переводda ko'rib, o'zingizni bilimingizni oshirib olaverasiz. 11-kanalimiz bu Dorogi Pro. Dorogi Pro'ni hop, manba router kanal настройка qilinadi. Shu videosini ko'rganimdan keyin bu kanalga obuna bo'lib qo'yganman. Qolgan videolarini to'g'risi ko'rib chiqmaganman. Bu ham o'sha texnologiyaga doir bo'lganligi uchun va mana shu 3 ta router ulanishi, QR-kod orqali Wi-Fi parolini bilish, monitorlarni ulash, qanaqa qilib limitdan chiqarib internet tezligini oshirish va shu kabi umuman foydali videolar ishlangan. O'shalarni sekin qiziq mavzudagi o'zingizga kerakligini topib, o'shani nima qilsangiz bo'ladi. Даже patch panellar orqali o'zlariga server qilibdilar. Ya'ni patch panel degani mana bu narsa. O'sha через patch panel bilan qo'yib oladilar, qotirib oladilar. Keyin bu yerdan o'sha asosiy o'sha patch paneldan kabellar pachkort bo'lib turib chiqib, switch ulanadi. O'sha switchga главный bizani signal ulanadi. Bizani главный signalni u tarqatib beradi. Bu tarqatilayotgan signallar bu yerdan bu har bitta xonaga tushirilgan YouTube kabellar bo'ladi. Ya'ni возможение gigabitni, ya'ni anaqalar kabellar va mana bu pastda ko'rib turgan bo'lsangiz, elektrический provodlar uchun elektrический patch panel qo'yilgan va har bittasini mana boltiklarda qotirib chiqyaptilar. Ya'ni qoidasida shunaqa qotirib server quriladi. Aka hisob kitobini qoldilar. Endi такой chiroyli bo'lib turib, voy. Ulayotdilar. Tayyor. Videoda bittada bo'ldi, lekin hayotda bir kamida 1,5 soatdan ishladilar, yo'q. 1,5 soatcha. Atak 1,5 soat ham ketmaydi. Atak mana sim tayyor bo'lsa, olib kelish kerak bo'lmasa, eng asosiysi shu kabellarni olib kelish. Ko'p vaqt oladi fiziki tarafdan. Keyin o'sha server kamida agar tushunsa, toza ishlasa, bittada qilsa, ancha yarim soat, 1 soat oralig'ida bemalol bitiradi. Kamera uchun poxoda anaqa qo'ydilar. Специальный narsa. Xo'p, bu mini habba. Mini hub qo'yib qo'ydilar. Hop. Bu kanalni ham o'zingizga qo'shilsanglar bo'ladi. Switched on network bu yerda ham ko'p o'sha mana boshlanishda internet mavzulari. Hop, umuman rozetka, konnektor ulashishda Wi-Fi parollarni bilish, har bitta kanalda o'zi почти chiqyapti. Bu yerda o'sha hop, buni o'sha boshqa obzorlarga ko'p ketib qolibdilar. Kolonka. Hop, buni tavsiya qilmayman qisqasi. Hop, keyingi kanalimiz bizda o'sha 10 ta kanal bo'ldi.
Hop, endi har bitta kanalni bitta topib chiqaman. Va texnokompyuter. Texnokompyuterda biza ko'pincha abonentlarimizni kabelni kompyuterimga tortib bering. Hop, misol uchun o'zi umuman kompyuterim aka internet ishlamayapti. Balkim promoy bizani qurilmamizdan ishlatayotgan bo'lishi mumkin kompyuterga yo'llangan holatda. Hop, o'zi umuman kompyuter mavzusini biz tushunishimiz kerak, bilishimiz kerak. Chunki ko'pchiligimiz internetni faqatgina telefon uchun emas, kompyuter uchun ulashadi ko'p holatlarda. Misol gamerlarimiz bor oramizda, youtuberlarimiz bor. Shunaqa misol TikTok bilan umuman blogerlik sohasi bilan shug'ullanadiganlar bor. Shularga shu narsalarni bilishimiz kerak. Ularning oldida bemalol bo'ldi tushunarli, hozir muammongizni hal qilib beramiz yoki o'zi muammo bo'lyapti deb sekin gaplashib, biz umuman shu muammoni hal qilib ketib yoki shu zahoti YouTube'ga kirib turib, o'sha muammoni aytib yoki Google'dan qilib turib ham topib qilsangiz bo'ladi. Mana o'zimda ham bir ikkita shunaqa holatlar bo'lgan, shunaqa qilib turib qilib chiqib ketganman. Bir xil payt o'xshamagan. Keyin shu tushunadigan akalarimiz borsin deb shu nastroykaga kompyuter ishlamaganda hamchunda shu statistika aytib oladigan bo'lib qolgan. Biz dinamika berayotganligimiz uchun o'zi umuman roto dinamika berayotganligimiz uchun statistika qabul qilganligi uchun kompyuterda internet ishlamagan o'shani dinamikaga qo'yib qo'yish kerak edi, ya'ni avtomat IP oladigan qo'yish kerak edi. Ekspertda optikaga doir judayam ko'p mavzular. Hop, vebinarlar qilingan, o'qish uchun taklifga vebinarlar qilingan. Hop, cross yashikka mana montaj optikaga cross yashikka qanaqa cross yashik montaj qilinadi, montaj muftani qanaqa montaj qilinadi. Hop, mana bitta montaj mufti cross ekan. Ajoyib mufti ekan. Mana bitta сварочный apparat o'sha obzori. Что бросается в глаза? Даже в настройках. Да, в настройках. Поменять можно и вручную открыть. Да, абсолютно верно. То есть можно настроить под себя. Bu yerda ikki xil сварочный apparat o'zimizga nastroyka xoslik bo'ladi deyapti. Bular ham qimmat оборудованиялар. Mana shu полный anaqasi 4000 mi, или 8000 или 4000 dollar turadi. Aniqlarni ham bilmayman, internetdan qarab bilsangiz bo'ladi. Menga shunaqa deb aytishgan edi, agar adashmayotgan bo'lsam. Hop, shunaqa narxda bu narsa nima uchun kerak? Bu narsa bizani o'sha optika bilan ishlaymiz. O'sha optika bizga kirib kelgan. O'sha optikani biz qo'l bilan ulab qo'ya olmaymiz yoki mis bilan skrutka qilib qo'ya olmaymiz. Uni o'sha spetsialniy qurilma, ya'ni сварочный apparatda svarka qilinadi. Ikki tarafdan A nuqtadagi kabellar shu B nuqtadagi ulanadi. O'rtasida bitta gilza bo'ladi. Yoki umuman ko'p gilzalar bo'ladi va bunaqa muftalar orasiga tiqiladi. Asosan birin-ketin ko'rib boradigan bo'lsangiz, bu yerda ham o'zingiz bilimingizni optika bo'yicha bilimingizni vashsha oshirib olasiz. O'zingiz uchun yengilliklarni, misol uchun, mana bunaqa сварочный apparat kelibdi, mana bunaqa сварочный apparat kelibdi, mana bunaqa reflektometr kelibdi desa, ya'ni mana bu optikani metrajini это волокно может иметь недостаток, это дефект. Аппарат это как максимально показать. Menimcha mana bu o'sha reflektometr bo'lishi kerak. Agarda boshqa narsa bo'lmasa, то есть одни и те же катушки, эти пиктейлы мы, хорошие, мы проводили измерения с помощью рефлектометра, подключая. Da reflektometr ekan, juda ham katta ekan va u
oddiy tillarni ham bor ekan, даже kabellarni ham tekshirsa bo'ladi. Hamma narsa uchun universal ekan gapi. Mana shu palonchi bo'lib turadi. Короче, mana shu narsa juda ham katta metrajda kabellarni signal o'tadi, ya'ni lazer o'tadi bu. Shunaqa katta kuchda, ya'ni bularni o'zini o'sha lazerning kuchi bor. O'sha otiladi, o'sha misol uchun 20 kilometr, 30 kilometr расстояниедagi barcha o'sha stiklarni hisob-kitob turib, misol uchun qayerda обрыв bo'lsa, o'sha обрывlarni ko'rib beradi. Ya'ni o'sha o'zini spesialniy diapazoni bor. Misol uchun 20 kilometrlik bor, 30 kilometrlik bor. Shu ters qaraladi, o'shanga qarab turib, обрыв bo'lgan joyini shu bilib, umuman grafik bor, spesialniy shu grafik orqali qaraladi, qayerda bateriya bo'lyapti. Balkim uzilmagan bo'lishi mumkin, qanaqadir gilza eskirib qolgan yoki yaxshi varka bo'lmagan bo'lishligi mumkin. Qisqasi, juda ham ko'p faktorlar bor. O'sha faktorlardan biri bo'lgandan keyin shu narsani qo'llab, signal ko'tarilib ketgan tushiriladi. Ko'tarilib ketgan bo'lsa, ya'ni o'zi bu yerda minus detsibel to'g'risida gap ketganligi uchun minusda qancha nolga yaqinlashsa, o'sha matematikada bilamiz, bu kattaroq oson bo'ladi. Ya'ni signal tushib ketadi, uni ko'tarish uchun mana shu narsa kerak bo'ladi, agar matematik jihatdan oladigan bo'lsak. Xo'p, ya'ni shu narsa bilan topiladi. Bu bizga aniqlab beradi. Svarka orqali uni boshqatdan gilzasini o'sha zapas bo'lsa, zapas tortilib, yana boshqatdan varka qilinadi va signal o'sha oldingi holatiga qaytib modellashadi. Bu yerda optika bilan ishlaganda, umuman montaj sohasida ishlaganda nima instrumentlar ishlatiladi, juda ham ko'p ma'lumotlar bu yerda ham. Birinchi o'sha ishga kirgan paytimda mana shu kanallarni birikti ayrim videolarni ko'rib chiqqanman, keyin davom etmaganman. Lekin bu yerda ham juda ham ko'p foydali optika uchun, optika sferasi bo'yicha o'zingiz bilimingizni oshirsangiz bo'ladi. Narada o'sha router настройка, постройка bular bilan qo'shilib juda ham katta baza olasiz va o'sha baza bilan bemalol o'sha internet provayderda ishlayotgan bo'lsangiz, internet provayderda misol abonentlar bilan shu gaplashib, ularning muammolarini bemalol hal eta olasiz. Misol so'raganda bilaman deb turasiz. Juda ham vaqt o'tgan sari o'sha ta'sir qilib, sizni dunyo qarashingizga kattalashtiradi va juda ham foydali va tezroq, o'sha effektivroq ishlaydigan bo'lasiz. Xo'p, bizda nechinchidir kanal, qisqasi mana shu bor. Pro Use Texnika. Bu yerda Android TV mavzusi juda ham ko'p. Android TV, Box, shu mavzuda televizor temasi. Buni ham ayrimlarni ko'rib, buni ham shu televizor qanaqasini olish kerak, qanaqa настройка qilinadi. Umuman barchasini shu obzor orqali ko'rib, bilib, o'zingizga yaxshirog'ini tanlab yoki yomonlaridan olmaslikni bilib, buni ham aniq qilaverasiz. Bilimingizni oshiraverasiz. Xo'p, Crosstack Solution degan kanal o'zimdan tillayib oldim. O'ziga qarab. Xo'p, bu yerda o'sha mesh sistemalarini shu kabellar qilish, mesh sistemasi shu Unify o'sha to'g'risida bo'lganligi uchun bunga kanalga obuna bo'lib qo'ygan edim. Kanal ko'rib turganimizdek previewlardan texnologiya, ya'ni internet mavzusi olib borilyapti bu yerda. 508 mingta подписчик, 500 ta video. Нормально. Xo'p, Steve Doyes. Bu kanal ingliz tilida, bu kanal ham texnologiyaga doir. Bu kanalda ham o'zingizga kerakli bo'lgan mavzularni o'sha rus tiliga o'girib turib, ko'rib, juda ham yangi texnologiyalar, bunaqalarni birinchi marta ko'rib turibman, siz ham birinchi marta ko'rib turibsiz. Mana
sayohat uchun qanaqa texnologiyalar olish kerak, sistemalar, bir turli xil obzorlar, qisqasi bu ham shu judayam foydali kanal. Hop, Otajon Niko, bu yerda turli xil obzorlar, kompyuterga doir hop, montaj. Hop, bu yerda kompyuter o'zi umuman bitta router bilan shu kompyuterni ko'rganman. Yani 1 soatda kompyuterni noldan o'rganish to'liq videosini mana shuni ko'rib chiqaman. Shundan keyin yoqib qolgan shu tushuntirishlari menimcha o'sha sodda tushuntirganlar. Sodda va tushunarli. Qisal shu yumor qo'shib, shu qiziqarli ham. Va bu yerda o'sha kompyuter olamiga kirib, har xil obzorlarni ko'rib, o'zingiz uchun, misol uchun kompyuterga agar qiziqadigan bo'lsangiz, juda ham foydali kanal. Buni ham qo'shib ketdim, chunki baribir bilishimiz kerak. O'zbekcha kontent ichida o'sha kompyuterlarni obzori bo'yicha bir ikkita router obzori bo'ladi, S6. O'shani ko'rib chiqqan edim, shu byudjetniy anaqa router va o'sha kurslar, montaj narsalar bo'yicha o'sha darslik ham berishadi. Bu kanalda o'sha kompyuter va o'sha router bo'lganligi uchun shuni qo'shib ketdim. Endi bu yerda o'zingiz o'sha kerakli bo'lgan mavzuni topgan holatda shu ko'rib olsangiz bo'ladi. Hop, Sputnik TV. Bu yerda kabelli TV bo'yicha juda ham kabelli TV, tuner, shu kabi o'sha kabelli TV, sputnikoviy qanaqasi nastroyka qilish, narsa qilish, ne bunaqa bo'lyapti. Hop, juda ham ko'p YouTube, misol uchun mega YouTube o'sha Wi-Fi ulash, sputnikoviy, priyomnikoviy или TV qanaqa turib pristavkani o'sha qaysi parametrlarni bilish kerak. Mana bu yerda даже tab tushuntirganlar. Daysi как работает o'sha xuddi tab. Shu tabni o'sha qanaqa turib, misol uchun out ya'ni in kiruvchi, out chiquvchi. Для чего нужен диск коммутатор? Mana bu yerda главный kiruvchi, ya'ni to'rttaga bo'lib beradi signalni. Bu to'g'risida tushuntirib o'tganlar. Misol uchun signalingiz позволяет qiladi, качество va signal позволяет qiladi, чтобы signalni bo'lib ko'proq o'sha odamlar foydalanishligi uchun ishlatish uchun kerak bo'ladigan narsa. Ya'ni uyda misol uchun qaysidir internet provayder shu kabelli TVsi bor, o'zi umuman kabelli TVingiz bor, shu mahallangizda yoki kvartirangizda yoki domda siz uni ikkita televizorga ulamoqchisiz, ya'ni shu narsa qo'yiladi. 3 ta qilmoqchisiz, shu narsa ulanadi. 4 ta qilmoqchisiz, shu narsa ulanadi. Shu orqali alohida kabelni tashlab, alohida qurilmalar ulab juda ko'rsangiz bo'ladi. Albatta bu eski anaqa nima desa bo'ladi? Eski mavzular. Agar hali ham sizda shunaqa shu internetingiz bo'lmasa, через internet ko'rmaydigan bo'lsangiz, qanaqa smart TV boxingiz bo'lmaydigan bo'lsa, smart televizoringiz bo'lmaydigan bo'lsa, internet orqali albatta bu menimcha 95 yoki 90% odam bo'lsa kerak. Agarda o'sha umuman kabelli TVga qiziqadigan bo'lsangiz, shularni ko'rib, bilib, o'zingiz uchun xulosalar qilsangiz bo'ladi. Bu kanalda o'sha bitta dona mavzusi bo'lganligi, o'shanga уже obuna bo'lib qo'ygan edim. Alek Os va Andrey Soskin bu kanalda o'sha mana учебный курсы по IT deb qo'ygan. O'zim ham ITga doir populyarniy videosi
bu o'sha internetda ichki, ya'ni mana bu ichidagi barcha shu narsalar, tushunchalar hammasini bunaqa tizmalar va tushuntirish orqali tushuntirib berganlar o'zlarini videolarida. Shuni ham ko'rib, ya'ni rus tiliga shu onlayn videolarni o'rgatmas, ko'rmasdan buni shu rus tilida ko'rishingiz bo'ladi. Lekin bitta ko'ring. Shu birinchi modelyasiyadan boshlang. Modelyasiya shu o'rganayotgan paytingizda shuni aytib o'tmoqchi edim. Modelyasiyani boshladingizmi, o'sha kompyuterni o'zini internet sohasini bilmoqchi bo'lsangiz, modelyasiyani o'rganish. Привет, меня зовут Андрей. Siz Получается, modelyasiyani o'rgandingiz. Bu yerda уровеньlar bor, ya'ni 7 уровень. Обычно нумерация начинается с Физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, представление, прикладный bor. Bu yerda hozir tushuntirib o'tilyapti, qanaqa shu ma'lumot almashishi, daniylar qanaqa almashadi, ya'ni shunaqa birinchisida shunaqa borib, keyin shunaqa kelib, ya'ni o'zaro bunaqa ma'lumot almashinadi. Ya'ni o'rtada kabel bor, YouTube ga tortilgan. O'sha YouTube orqali shunaqa ma'lumot almashinadi. Ya'ni fizический bu YouTube, hop, kanalniy bu kanalniy bu o'sha namchi o'sha router temasi o'sha. Yo'q. Hop, birinchi уровенimiz fizический уровень. Shu fizический уровеньda biz kabel qanaqa tortishimiz kerak, qanaqa montaj, qanaqa kabellar bor, qanaqa instrumentlar ishlatiladi, barchasi ichiga kirib ketadi. Kanalniy уровеньda bu hub, там Bluetooth, Wi-Fi, shu mavzular. Hop, kanalniy уровень. Компьютеров, подключенному к среде передачи, необходимо отправить эти данные, которые приходят в сообщение. Он должен уметь выделять в потоке бит, которые приходят от физического уровня, отдельные сообщения. Также канальный уровень обеспечивает обнаружение и коррекцию ошибок. В широковещательных сетях Походу bu TCP/IP компьютерами канальный уровень также дополнительно обеспечивает физическую адресацию для того, чтобы мы могли узнать, to'g'ri o'sha kanalni bit ekanda. Ya'ni o'sha bitlar orqali, ya'ni o'sha megabaytlar, ya'ni широковещательной сети это управление доступом к разделяемой среде передачи данных, чтобы в один и тот же момент времени данные передавал только один компьютер, иначе произойдет искажение. Следующий уровень. hop, shu 4 ta уровеньni yaxshilab уже o'rganib olganingizdan keyin bemalol o'sha kabel internet bilan bemalol shug'ullansangiz bo'ladi. Ya'ni u 4 ta level o'zini ichiga уже fizический 4 ta bo'lsa, o'sha 4 tadan yana qanaqadir 4 ta mavzu, qarang 16 ta vash ko'p mavzular bor. Orasiga kirib ketgan, shu har bittasini o'rganib tushunchangizni orttirib bemalol shu internet sferasini o'zingiz даже agar o'zini ustida ishlamaydigan bo'lsa, montajyor bo'ladigan bo'lsa, bundan ham yaxshi biladigan bo'lib ketasiz. Albatta o'sha yaxshilab tushunib bo'lsangiz, nimaga javob beradi, qayerdan nima, nimadan nima bo'lyapti. Даже mendan ham yaxshi biladigan bo'lib ketasiz. Hop, keyingi Alekos kanali. Bu ham o'sha internet texnologiyasi emas, u anaqa IT, ya'ni algoritm bilan ishlash, Telegram bot, Pythonda serverlar, brauzer qanaqa ishlaydi, internet qanaqa qurilgan, virtualizatsiya nima, savollarga javoblar, Wi-Fi qanaqa ishlaydi, mana bunaqa qiladigan bo'lsak, TCP/IP bor edi, PNG file, torrent,
Как работает с битами, хеширование, Wi-Fi qanaqa ishlaydi? Asosi bular ham shu tushuntirib berganlar. Shu bunaqa alohida anaqalar bilan, animatsiyalar bilan. Все вы слышали, что Xuddi o'sha birinchisi o'sha ikkinchi kanalni aytdim-ku, ingliz tilidagi o'sha kanalga o'sha 4 ta videolar o'sha mavzular ham kirib ketgan. O'sha yerda ham o'rganib olsangiz bo'ladi. Bu yerda o'sha rus tilida kirib buni ham o'rgansangiz bo'ladi. Siz uchun yana bitta дополнительный kanal, чтобы kanalni almashtirib bitta faqat odamga yopishib anaqa qilmasligingiz uchun. Vladimir Sanich bu akamiz o'sha Amerikada kabelshik hayoti, umuman kabelshik qancha topadi, ish to'g'risida qaysi zaifga necha pul olyapti, nima qo'yyapti, o'sha vloglar ham bor orasida. Ichiga kirib bularni ham ko'rib, bilib, kabelchalar qanaqa ishlaydi, umuman vizual, ya'ni o'sha tasavvuringizda hosil qila olasiz. Masalan, kabelchik qanaqa ishlaydi o'zi umuman. Mana birinchisi o'sha kanalimizda By Japan, o'sha qozog'istonlik akamiz, ulardan ham ko'rib, o'sha optika bilan qanaqa ishlashadi, misol uchun. Mana bizda O'zbekistonda unaqa ishlamas, vizualniy, ya'ni tasavvurda o'sha bilasiz, ular qanaqa ishlaydi, ya'ni kabel tortishadi, kabel parka qilishadi, ichkariga kirib abonent bilan gaplashib, qaysi joyga teshib olib kirib, router настройка qilib turib, qanaqadir kanal narsalarni o'zgartirib berishadi. Judayam o'ta short videolarda ekan, demak, short videolar qo'yar ekanlar deyman. Vishka, lampochka, svarka mana. Bu ham shu ham shu образовательный, ham vlog bitta bo'lib ketgan. Shu orqali ham o'zingizni shu tushunchalaringizni oshirib olsangiz bo'ladi. Hop, oxirgi kanalimizda hop kanal aytdim. Xo'sh do'stlar, hamma kanallarni aytib chiqaman. O'zingizga o'sha kerakli, yoqqan kanal topib turib, ko'rib, bilingizni oshirsangiz bo'ladi. Misol uchun, internet sohasiga endi kirib kelayotgan bo'lsangiz, endi o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu kanallarni hatto bu 10 tasini o'zingizga yoqqanini tanlab olib, ayni 10 tasi misol uchun o'zingiz uchun kerak emas deb hisoblasangiz, 10 tasini chiqarib olib, hatto bu 10 tasini eng saralaridan chertib olib turib, eng yaxshilarini ko'rib, o'rganib, izlanib, davomiy bo'lib, o'ziga kerakli bo'lgan bilimlarni olib turib, kerak emaslarini olmay, juda ham katta o'sha bazaga ega bo'lib, shu baza bilan misol uchun internet sohasida ishlaydigan bo'lsangiz yoki o'zi umuman bu sferani yoqtirasiz, bilmoqchisiz, nima qanaqa ishlaydi, nima qanaqa bo'ladi. Misol internet sohasida ishlaydigan odam bilan gaplashayotganda o'zi bilasiz, o'sha qanaqadir termin gapirsa, termin nimadir gap ketyapti, o'zi umuman nima bo'ladi, nimada muammo bo'lyapti. O'zi uchun misol uchun birinchi internet ishlamay qolgan paytda o'ylab qolasiz, nimaga ishlamayapti? Nima unaqa bo'lyapti? Mana buni o'chirib ko'rasiz, uni yoqib ko'rasiz, buni tiqib, buni o'ngilab ko'rasiz. Shu narsalarni shu kanallarni o'zi ko'rib, o'rganib, narsa qilib, o'zingiz uchun muammolarni hal qiladigan bo'lasiz. Oxiri 21 kanal bo'lib turib, malikini qo'shib yuborsangiz ham bo'ladi, top 10 taligingizdan 11-chi qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sekin-sekin shu o'zingizni qanaqadir levelingizga borib, katta o'sha bazaga ega bo'lasiz. Va bu kanallar shu o'zim foydalanganligim uchun, o'zim shu qaysidir misol uchun listen aytsam,
juda ham zo'r kanal. Bu yerda TCP/IP, proxy, hop, TCP/IP ni faqat ko'rganmanmi deyman bu yerda. HTML nima, Git nima, endi baribir ko'p bu yerda mavzu anaqa IT sferasiga ketib qolyapti. Ya'ni anaqa dasturlash, programmirование bo'lib ketyapti. Misol, Sergey Vilyanov ham juda ham zo'r kanal. Mana routerlarni anaqa polniy Kuzi routerlarini anaqa obzor qilibdilar. Kuzi routerlari ham juda ham yaxshi. Misol, TP-Link как routeriga, bilmadim, shu raqobatdosh routerlar ham desam bo'ladi. Baribir TP-Link nomer 1, ishlash sifati bo'yicha baribir TP-Linkka teng kela oladigan o'sha routerlar desam bo'ladi. Chunki biz ko'pchilik qo'ydik, ko'pchilik foydalanishyapti. Misol, bo'ldi, misol bir ikkitalarda ayrimlarda jalbalar bo'ldi. Yaxshi ishlamayapti yoki o'zi umuman nimadir muammo. Albatta bu svetga ham bog'liq. Svet misol ko'p o'chib yonishi, siz yuzga o'tgan tok pastligi, bu ham hammasi routeringizga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham blok pitaniya va router to'g'ri blok pitaniya kuyish holatlari juda ham ko'p bo'ldi. Lekin ishlash bo'yicha juda ham yaxshi. Hop, keyingi kanal Texnoplov desam bo'ladi. Texnoplovda baribir ilmiy ommabop, ilmiy tushuntiriladi. Misol, qanaqa ulanadi, misol fiziki taraflar, o'sha ichiga kirib o'rgatish. Tak, bu kanal ham sizlarda bo'lsa kerak. Bunaqa mavzularni bilsangiz, o'rgansangiz, bunaqa kanallar albatta sizni anaqangizda bo'ladi. Подписка joyida bo'ladi albatta. Xo'p, aytib o'tmoqchi bo'lganlarim shu edi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.